Bugungi obzorumizda o't tayanmaz, suvda cho'kmas smartfon Oppo A5 Pro siz uchun PlayStation Top 5 tana xarakteristikasini ko'rib o'tamiz. Birinchisi, smartfonimizning dizaynlari. Smartfonimiz orqa qismi qo'jaga o'xshash materialdan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Kamera joyini atroflari ham o'ziga yarasha qo'shirib ishlangan bo'ladi. Smartfonimiz 194 grammni tashkil etadi, 708 mm dan iborat bo'ladi. Ikkinchisi, smartfonimizning displeyi IPS displey 90 Hz ni tashkil etadi. Qotishlar sezilmaydi, plavni ishlab beradi. 800 nitda 1000 nitgacha quyosh tengida chiqib beradi. Smartfonimiz Corning Gorilla Glass 7i shishalari bilan zashtalangan bo'ladi. Shuning uchun bu smartfonimiz 1 metr 2 metrdan tushib ketsam hech gap bo'lmaydi. Masalan, hozir sinab ko'rdik, ustimda smartfonimiz hech yerdan hech gap bo'lmadi, ishlab turibdi. Uchinchisi, smartfonimiz prosessori Snapdragon 6 Gen 1 bilan jihozlanadi, 4G ni poddesh etadi, o'zina berilgan vazifalarni yaxshi bajarib beradi, smartfonimiz qotmasligini yordam beradi. To'rtinchisi, bu smartfonimizda IP69 darajasida suv changazlashtasi bor, ya'ni issiq suv bo'lami, sovuq suv bo'lami, suvning tengida yarim soatgacha durib beradi bu smartfonimiz. Beshinchi, bu smartfonimizning akkumulyatori 5800 mAh ni tashkil etadi, 1 kun, 1,5 kun bemalol sizga xizmat ko'rsatib beradi. 45 Watt booster zaryadkasi bilan 1 soat 10 minutda telefonimizni to'liq zaryadlab olsak bo'ladi. 8 ga 256 GB Oppo A5 Pro smartfonni 690 ming so'mdan pasport va plastikning evaziga xarid etishingiz mumkin. Sizlarni Texnobozorning asosiy filiali Urganch filialida, Parkende filialida, Iko'shko'pir filiallarida kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.